fuqarolar 2026-yil birinchi sonli tadbirkorlar bilan uchrashuv yig'ilishimizni boshladik. 2026-yilga hozir bizga ikkita bo'yicha bo'lgan 5 yillik 2 yil imtiyozli davrini kafillik bilan beriladi. Bu kreditlarimiz. Erkaklar uchun 25%. Savollar bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu. Obodon mahallasidan Qurbonov Urusxon. 50 million kredit olaman deb keldim. Yordam berasizlar. 50 milliongacha kredit bo'lsa, boya aytganimdek, 2 yil imtiyozi bilan kafillik asosida beriladi. 23% o'zingizni agar o'zingizga olmoqchi bo'lsangiz, 23% dan hujjatlarni taqdim qilasiz, qilib beramiz. Assalamualaikum, men Ahmad Shahzoda. 25 million kredit olmoqchiman. Shunga amalga yordam berishimiz. Shu boyagi opaga aytgan gap bular. Shunday. 2 yil imtiyozli davr bilan kafillik asosida beriladi. Aytavering. Agar yana savol bo'lsa, marhamat bering. Kafilda ish haqi bo'lishi shartmi? Kafillik shart bo'lishi shart. Davlat ishiga ishlash kerakmi? Ha. 50 million yatiblarga shunday berilmaydimi? Imtiyozli kredit. Обороты bo'lsa beriladi. Boya akaga aytdik-ku, обороты bo'lsa agar 50 million beramiz. Оборот qilgan bo'lishi kerak faqat. Mana bog'chalarga, yatiblarga обороты bo'lsa bemalol so'zsiz. Kafilsiz, ha? Kafilsiz. Sug'urta polisi bilan. Agar hech kimda savol bo'lmasa, uchrashuvga yakunlaymiz. Hammalarga sizga rahmat.